Assalomu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Tayba kanalımızga hoş geldinglar. Hozir biz Durusul Lughatul Arabiyya li g'ayrin natiqina biha degan kitobning birinchi qismidan birinchi darsdan boshlab 13-darsgacha bo'lgan darslarni qisqacha takrorlab o'tamiz. Bizning bu takror darsimizda darslarningki asosliq shu grammatikalik mazmunni asos qilib mangamiz. Unda bo'lsa biz takrorimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul awwal, birinchi dars. Biz birinchi darsda asosliq so'zlab mangan grammatikalik mazmun qaysi deganda, birinchi qilib hada. Biz hadani ko'rsatish olmishi dedik. Ya'ni ko'rsatish uchun ishlatiladigan olmash dedik. Endi buni bilan qaysi xil narsalarni, qaysi xil turli narsalarni ko'rsatamiz deganda, hada bilan erilik, birlik, yaqindagi narsalarni ko'rsatamiz. Erlik deganimiz canlı qolib qolsa onun jinsiga qarab ayıramiz. Neskira qolib qolsa onun oxirida ayollikning ta'siri bo'lsa, bu ayollik bo'ladi. Oxirida ayollikning ta'siri bo'lmasa, bu erlik bo'ladi. Demak biz hada bilan erlik, birlik, yaqindagi narsalarni ko'rsatamiz. Ikkinchi grammatika ma. Ma aqlsiz narsalarni so'rash uchun ishlatiladigan savol so'rash qo'shimchasi. Yani nima degan gap? Nima? Uyg'ur tilimizdagi nima degan gap. Uchinchi mazmun birinchi darsdagi man. Bu man dal ma'ninki aqlliq uchun ishlatiladigan shakli. Ya'ni kim degan gap. Biz aqlliq bilan so'moqchi bo'lsak nima demaymiz, nima deymiz? Kim deymiz. Shuning uchun man aqlliq, ya'ni insonlar aqlliqni so'rash uchun ishlatildi dedik. Masalan, bir odamni so'moqchi bo'lsak, man hada, bu kim deymiz. Bir hayvon yoki narsa kerakni so'moqchi bo'lsak, ma hada deymiz. Bu nima degan bo'ladi. Ikkisining farqi shu. Ikkinchisi savol so'rash qo'shimchasi jumlaningki 5ida keladi. Uchinchisi bu savol so'rash qo'shimchasi. Bu Uyg'ur tilimizdagi mu degan gap. Bu qaysi? A. Ya'ni hamza. Bu jumlaning 5ida keladi. Masalan, ahada desak, bu mu degan bo'ladi. Bu o'rtaq shaklda qo'llanadi. Ya'ni biz muni nega ishlasak Uyg'ur tilida shu yerga ishlatamiz. Uningdan keyin bugungi darsdagi grammatikalik mazmun na'am, ya'ni bulishliq shaklda javob berish qo'shimchasi. Bizdan bir savol so'rgan bo'lsa, biz uning savoliga qo'shilgan shaklda bulishliq javob bermoqchi bo'lsak, na'amni ishlatamiz. Bulishsiz shaklda javob bermoqchi bo'lsak-chi, la'ni ishlatamiz. Yo'q degan gap. La'ning yo'q degan ma'nosi va shundaqla yo'q degan ma'nosi yo'q bor. Mana bu bizning bugungi darsdagi birinchi darsdagi grammatikalik mazmun. Endi ikkinchi dars. Endi birinchi darsdagi grammatik mazmun so'zlab bo'ldik. Buning ichidagi yangi so'zliklarni hammasini biz so'zlab bo'lgan. Buni shu darsni ko'rib shu yerda takrorlasanglar bo'ladi. Buning ko'nikmalari, buning ishlash shaklini deb bo'ldik. Qaraydigan bo'lsak mana ma hada hada kursi. Bu nima? Bu yerdagi bu nima deb nimani so'radi? Hada kursi. Bu o'rindiq deb javob berdi. Demak, bu yerda aqlsiz bir shayni so'rash uchun ishlatdi, ma'ni ishlatdi. Ikkinchisi man. Man hada dedi. Bu kim? Demak, bu yerda kimni so'rmoqchi? Man hada deb bir doktordan birini ko'rsatib so'radi. Unda bo'lsa hada tabibun, bu doktor deb so'radi. Demak, manni aqlliq bo'lgan kishilarga, ya'ni insonlarga ishlatdi deymiz. Mana bu bizning birinchi darsdagi grammatikalik mazmun. Endi ikkinchi darsda, ad-darsu thani, ikkinchi darsda biz asosliq maqsad qilib so'zlagan grammatikalik mazmun nima deganda, ko'rsatish olmishiningki yiroqqa ishlatiladigan shakli. Biz birinchi darsda hadan o'rgandik. Bu yaqin, erilik, birlikni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Zalikachu bu yiroq, erilik, birlikni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Bu mu erilik? Shundaqla birlik, faqat farqi nima? Yiroq. Ya'ni yiroqda bir er kishi bo'lib qolsa, avu demek olsak ne deymiz? Zalika deymiz. Bu Uyg'ur tilimizdagi avu degan gap. Avu. Yoki ashu degan o'xshagan. Avu, ashu degan ma'nosi bor. Bu darsda asosliq bundan boshqa yangi mazmun yo'q. Endi 3-darsda buning yangi so'zliklari al-kalimatul jadida imom degan gap. Imom, rahbar degan ma'nosi bor. Hajarun, tosh, sukkarun, şeker, lebanun, süt. Lebanun, süt. Üçüncü ders. Endi 3-darsda asosliq bizning o'rgatgan grammatikalik mazmunimiz qaysi deganda
3 dersda bizning asosli qo'ygan grammatikalik mazmunimiz biz ismni iniq ism va iniqsiz ism deb ikkiga ayirdik. Iniq ism degan qanday deganda bizning zehnimizda iniq bo'lgan bir ism. Har qanday bir iniqsiz ismga biz aliflamni qo'ysak nima o'zgaradi? Iniq ism o'zgaradi. Masalan, bizningki darsimizningki 5ida bergan beytun desak, beytun uy degan gap. Iniqsiz holatda. Kimning uyi iniq emas. Ammo buningga aliflamni shunda akirish bilan nima o'zgaradi? Al-beytu bo'ladi. Bu heliq uy degan bo'ladi. Qaysi heliq uy? Bizning zehnimizda biz biladigan iniq uy. Biz ilgari bir paranlaştık, bir uyni ko'rsatdim. Undan keyin men heliq uy demoqchi bo'lsam, al-beyt desam bu ikkimiz biladigan bir iniq uyni ko'rsatdi. Beytuncho iniqsiz. Endi bu iniqsiz qilgan vaqtda qanday o'zgarishlar bo'ladi deganda, iniqsiz ism aliflam kirmagan vaqtida qo'sh tanvin o'qiladi. Beytun. Ammo aliflam kirgandan keyincho qo'sh o'qilishini shaklinida nima bo'ladi? Al-beytu bo'ladi. Al-beytu. Taqpash o'qiladi. Endi bu 3-darsdagi grammatikalik mazmunning birinchisi shu. Ya'ni ko'rganinglardek hozir ism, ma'rifa va nakira deb ikki turga bo'linadi. Ma'rifa deganimiz bizning zehnimizda iniq bo'lgan ism, nakira deganimiz iniqsiz bo'lgan ism. Masalan, ar-rajulu desak, heliqar degan gap bu iniqlandi, buni qo'shib o'qishga bo'lmaydi. Ammo rajulun desak, bu iniqsiz bir odamni ko'rsatdi. Er kishi degan gap buni qo'shib o'qsaqchi bo'ladi. Bu 3-darsdagi birinchi grammatik mazmun. Endi bizning bu darsda yana bir mundaq bir grammatikalik mazmun bor. Endi biz buni so'zlab bo'ldik darslarimizda. Shunda o'zim eslatib o'tay. Arab tilida ism bilan boshlangan jumla biz nima dedik? Ismliq jumla dedik. Ismliq jumlalarga mundaq tarkib qo'yamiz. Iga xabar, ya'ni mubtada xabar deb tarkib qo'yamiz. Bu jumladagi mubtadasi qaysi, xabar qaysi qanday ayiramiz degan vaqtda oldin bilan biz mubtadaning nima ekanligini bilamiz. Mubtada degan nima? Mubtada degan jumlaning igisi, ya'ni jumladagi xabar berilgan so'z. Xabarchi jumladagi xabar bergan so'z. Masalan, hozir qarasanglar, al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Heliqi qalam sunuq dedim. Bu yerda men nimada to'g'risida xabar berdim? Qalamninki sunuq ekanligidan xabar berdim. Xabar berilgan so'z qaysi? Al-qalam. Unda bo'lsa xabar berilgan so'z nima bo'ladi? Mubtada bo'ladi. Unda bo'lsa al-qalam mubtada bo'ldi. Qaysi so'z bilan xabar berdim? Maksurun degan, sunuq degan so'z bilan xabar berdim. Unda bo'lsa maksurun nima bo'ldi? Xabar bo'ldi deymiz. Endi buni bilganing nimaga foydasi bor? Mubtada xabar deb ism qo'yib buni bilganing nimaga foydasi bor? Buning foydasi birinchidan tarjimani to'g'ri qilamiz, jumlaning igisini to'g'ri topamiz. Ikkinchidan oxirgi harakatni to'g'ri qo'yamiz. Mubtada xabar nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Bu qoida. Al-qalamu pash o'qidik. Nima uchun? Mubtada bo'lganlik uchun. Taqpash o'qidik. Nima uchun? Oldida aliflam bo'lganlik uchun. Maksurun nima o'qidik? Pash o'qidik. Nima uchun? Xabar bo'lganlik uchun. Endi mubtadaning yana bir alomati deb qo'ydigan. Mubtada nimasi bo'ladi? Iniq ism bo'ladi. Va ko'p hollarda hozirlar mubtada iniq ism bo'ldi deb gunishinglar kerak. Ko'p hollarda mubtada nima bo'ldi? Iniq ism bo'ldi. Agar bir jumlada ikki so'z kelib, birisi iniq, birisi iniqsiz bo'lsa, sizlar qo'rqmay iniqni nima desanglar bo'ldi? Mubtada desanglar bo'ldi. Masalan, al-qalamu maksurun degan jumlada qaraydigan bo'lsak, al-qalamu degan so'z aliflam bilan iniq kelibdi, maksurun degan iniqsiz kelibdi. Buning sizlar ma'nosini uqolmagan holatdami? Al-qalamni-chi mubtada deysizlar. Nima uchun? Iniq ism deganim bo'ldi, mubtada bo'ldi deymiz. Mana bu 3-darsdagi asosli grammatikalik mazmun. Birinchi grammatikalik mazmun. Mana mubtada, iga, hozir ekranda ko'rganinglardek, mubtada degan uyg'ur tilidagi iga degan gap bu jumladagi xabar berilguchi so'z. Ikkinchi alomati ko'p hollarda iniq holatda keladi va jumlaning beshida keladi. Nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Xabarchi jumladagi xabar berguchi so'z ko'p hollarda igidan keyin keladi. Nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Masalan, al-babu maftuhun desak, eshik uchuq. Bu jumladami? Al-bab mubtada bo'ldi, maftuhunchi xabar bo'ldi deymiz. Endi 3-darsdagi asosli mazmun shu. Bu darsdagi yangi so'zliklardan al-qamaru ay buni biz so'zlab bo'lgan. Buning ichidagi masalan jalisun o'ltiruqliq yoki o'ltirg'uchi degan tarjima qilsanglar bo'ladi. O'ltirug'liq yoki o'ltirg'uchi. Endi biz bu darsda shu huruful qamariya bilan hurufu shamsiya haqida so'zladik.
Huruful qamariya degan nima desak, huruful qamariya deb arab tilidagi harflar ikkiga bo'linadi. Birisi qamariya harflari, yana birisi shamsiya harflari. Qamariya harflari degan nima desa, qamariya harflari deganimiz oldiga alif lam kirsa, bevosita talaffuz qilinmaydigan harflar. Masalan, qamariya harflarining qatoridan o'sha qamar degan so'z qarab baqsaq, qof. Buni biz qamariya harfi deymiz. Masalan, buning oldiga qamar degan so'zning oldiga alif lam kirsa, al-qamaru bo'ldi. Bevosita o'qilgani qaf harf bo'ldimi yoki alif lamning lami bo'ldimi? Alif lamning lami bo'ldi. Al-qamaru. Demak, bevosita alif lam kirsa, bevosita o'qilmagan harflarning bo'ladi, qamariya harflar bo'ldi. Shamsiya harflari cho desa, shamsiya harflari deganimiz shu harf bilan boshlangan so'zning oldiga alif lam kirsa, alif lamdagi lam talaffuz qilinmay, shu harf bevosita talaffuz qilingan bo'lsa, bu harfni biz nima deymiz? Shamsiya harflari deymiz. Masalan, shin harfi shamsidagi. Bu shamsiya harf. Endi shamsun degan bu so'zning oldiga alif lam kirsak, al-shamsu emas, ash-shamsu deb lam talaffuz qilinmay, bevosita qana qilindi, talaffuz qilindi. Mana shundaq bevosita talaffuz qilingan harfning bo'ladi, shamsiya harflar bo'ldi. Uni tuanda ikki turga ayirib qo'ylik, sizlar buni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Endi 4-dars. 4-dars. 4-darsda asosliq biz nimani so'zladik deganda, 4-darsda bizning asosli so'zlagan mazmunimiz birinchisi shu 4 dona harfi jarni o'rgandik. Harfi jar degan nima deganda, ismlarda bo'lsin, arab tilida bir ism sababsizlar pashi qilib qolmaydi. Sababsizlar zivar o'qilib qolmaydi. Yoki sababsizlar zir o'qilib qolmaydi. Har bir o'qilishning nimasi bor? Har bir o'qilishning sababi bor. Har bir o'qilishning sababi bor. Endi bir ismning boshiga kelsa, oxirini zir qiladigan bir qancha harflar bor. Biz shu harflardan 4 ni o'rganamiz. Qaysi? Min. Buning ma'nosi degan gap dintin degan gap. Minal bayt yos uydin, minal masjidi masjiddan degandagi dintin. Bu har qanday ismning boshiga kirsa, shu ismning oxirini qanday qiladi? Zir qiladi. Masalan, al baytu pashi qildi. Bu odatda ism yolg'iz kelgan vaqtda pashi qiladi, tanha kelgan vaqtida. Endi minal deb minning kirishining oxiri nimaga o'zgardi? Zirga o'zgardi. Minal bayti. Ilam shu zir qilg'ich harflarning qatoridan g'aqa gaka degan ma'nosi va ilal bayti bo'lsa uyga degan bo'ladi. Al baytuning oxirisi ilaning kirishdan nimaga o'zgardi? Zirga o'zgardi. Fi bu data degan gap. Qanday data? Ichidagi data. Uyning ichidagi data. Masalan, fil bayti uyda. Ammo ustal ustida, karvat ustida degandagi data kelamdi? Yo'q. Bu mu harfi jar. Shunga fil bayti deb al baytning oxirisi qanday qildi? Zir qildi. Ala bu data ustida. Masalan, ustal ustida, karvat ustida degandagi ustida. Masalan, ala sariri bo'lsa karvat ustida degan bo'ladi. Demak, bu 4 harfning hammasi zir qilg'ich harf. Ya'ni har qanday ismning boshiga keladi ekan, shu ismning oxirini qanday qiladi? Zir qiladi deb tushunsanlar bo'ladi. Bu 4-darsdagi birinchi grammatika. Endi 4-darsdagi ikkinchi grammatika nima bu deganda, kishilik almashningki 3-shaxs erlik birlik va ayollik birlikni o'rgandik. Hiya bu 3-shaxs ayollik birlik. U degan gap. Ayollarga ishlatamiz, hiya. Huwa bu mu u degan gap 3-shaxs erlik birlik. U. Hiya mu u, huwa mu u. Hiya ayollarni u deydigan u, huwa cho erlarni u deydigan u. Onundan keyin biz 4-darsda shu ayollarningki ismlarining qo'sh o'qilmaydigan va zir harakat qabul qilmaydigan ismlarningki ekanligini so'zladik. Qo'sh o'qilmaydigan va zir harakat qabul qilmaydigan. Masalan, Fatima, Zeynab degan bu ayollarning ismlarining hammasini nima qilmaydi? Qo'sh o'qilmaydi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, Muhammadun nima qilibdi? Qo'sh o'qilibdi. Ammo Aminatu taqi qilibdi. Xolidun qo'sh o'qilibdi. Zeynabu taqi qilibdi. Nima uchun? Qoida shuki, arab tilidagi barliq ayollarning ismlari qo'sh o'qilmaydi va zir harakat qabul qilmaydi. Ayollarning ismlari nima o'qilmaydi? Zir o'qilmaydi. Endi 4-darsningki B bloklarida shu biz so'zlagan harf jarlarni so'zlaydi. Undan boshqa biz bu darsda bir mazmunni o'rgandik. Ya'ni fe'ldan birini o'rgandik. O qaysi desa, masalan, zahaba degan fe'lni o'rgandik. Zahaba. Biz buni fa'ala o'lchimida o'rgansak, bu zahaba degan mushu o'lcham 3-shaxs erlik birlik shakli. Zahaba was ketdi. Bir er kishining ketganligini bildiradi o'tgan zaman.
Xaraja hammasi shu o'lchamda. Zahaba bo'lsa ketdi degan gap. O'tgan zaman 3-shaxs, erlik. Bunun yangi so'zlikning ichida sizlar bilmaydigan so'z yo'q. Buni biz so'zlab bo'lgan. Xaraja chiqdi degan gap. Endi 5-dars. Bu darsdagi asosli grammatikalik mazmun nima deganda 5-darsdagi asosli grammatikalik mazmun birinchi qilib biz bir iniqlashning yana bir yo'lini o'rgandik. Biz ikkinchi darsda nima o'rgangan? 3-darsda alif lamni akirish orqali heliqi deb zihnimizda aniqlashni o'rgangan. Endi biz bu darsda bir ismni, aniqsiz ismni ma'lum bir ismga qo'sh orqali aniqlashni o'rganamiz. Masalan, kitobun, baytun desak, uy, kitob aniqsiz holatda. Endi men buningga Muhammadning uyi, Muhammadning kitobida bir shaxsni qo'shsam aniqlandimi? Aniqlandi. Bu uyning Muhammadning ekanligi, bu kitobning Muhammadning ekanligi aniq bo'ldi. Demek bir şahsni qo'shish orqali aniqlash usuli. Biz buni arab tilida deymiz, muzaf, muzafun ilayh deymiz. Masalan, kitobun degan so'zga kitobu Muhammadin desam, bu kitob bu yerda qanday qildi? Muhammadning kitobi deb kitob aniqlandi. Mana biz bu aniqlangan kitobun degan so'zni arab tilida muzaf deb ataymiz. Qaysi so'z aniqladi? Aniqlagan so'z qaysi? Muhammad. Biz aniqlag'uvchi bo'lgan so'zni mudafun ilayh deb ataymiz. Endi bu ikkisining har birisining o'zgarishlik nimasi bor, qoidasi bor. Ya'ni mudaf nima kirmaydi muzafqa? Birinchi qoidasi alif lam kirmaydi, shundaqla tanvin o'qilmaydi. Muzaf bo'lgan ismi nima kirmaydi? Tanvin kirmaydi. Undan keyin muzaf ilayhning qoidasi qaysi deganda, muzafun ilayh qoida shuki zir o'qiladi. Muzafun ilayhning xususiyati zir bo'lish. Bu bir qoida. Şu an kitobi Muhammadin, Muhammad nima uchun zir o'qildi? Muzafun ilayh bo'lganligi uchun deymiz. Bu bizning 5-darsdagi birinchi grammatika. Endi biz 5-darsda ikkinchi bir grammatikani o'rgandik tekstda. Ya Yasir, ya Hamid deb. Ya'ni chaqirish harfi. Arab tilidagi chaqirish harfi. Ya'ni harfun nida. Arablar birovni chaqirmoqchi bo'lsa, harf qo'llanadi. U qaysi? Bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz ya. Bu ya yaqingami ishlatiladi, yiroqqami ishlatiladi. Masalan, yaqinda bir odam bo'lib qolsa-mu, ya Muhammad deymiz. Ya Muhammad, ey Muhammad degan gap. Ey Muhammad degan gap. Ya Abdullah, ey Abdullah degan gap. Endi bu ya kirgandan keyin bu chaqirilgan ismda, ya'ni chaqirilgan ismni biz arab tilida deymiz, munada deymiz. Bu chaqirilgan ismni qanday o'zgartirildi deganda, bir ismga harfini da kirgandan keyin chaqirilguvchi bo'ladi. Bu vaqtda bu taqpashi qiladi. Masalan, Muhammadunga yana kirsak, ya Muhammadu. Xalidunga yana kirsak, ya Xalidu. Shuni o'xshash bo'ladi. Bu bir qoida. Endi ism Muhammad, Xalid deganga o'xshash taq emas. Muzaf, muzafun ilayhlik, ya'ni birikma shakldagi ism bo'lib qolsa, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim deganga o'xshagan. Yana o'xshash olamdi desa, yo'q. Agar ism izofatlik bo'lib qolsa, Abdullah deganga o'xshagan. Shunda bo'lib qolsa, birinchi parchasini nima qiladi? Zivar qiladi. Ya Abdullah. İkinci parçası bu muzafun ilayhi bo'lganligi uchun biz bayatdan dedik, muzafun ilayhiga nima qiladi? Zir qiladi. Ya Abdullahi shu bo'yicha. Mana bu bizning 5-darsdagi grammatikalik mazmun. Endi biz bu darslarda ayni o'rgandik, qayerda, nada deb. Endi biz 6-darsdagi grammatikasini o'rganamiz. Endi 6-darsda faqat so'zlangan grammatika qaysi deganda hazihi. Hazihi. Hazihi hadaning ayolligi. Hada nima uchun ishlatiladi? Yaqin erlik birlik uchun. Hazihi-chu yaqin ayollik birlik uchun. Mushu. Faqat mushu 6-darsdagi grammatikalik mazmun mushu. Ya'ni hada erlik birlik yaqin uchun, zalikachu erlik birlik yiroq uchun, hadihichu ayollik birlik yaqin uchun. Bu 6-darsdagi grammatikalik mazmun. Endi biz bu darsda yana bir mazmunni qo'shib so'zladik. Ya'ni ismlarning narsa keraklarning er ayolligini qanday ayıramiz deganda, narsa keraklarning er ayolligini
Shu ismning oxiridagi harfga qarab ayiramiz. Shu ismning oxirida kichik ta bo'lsa ayollik bo'ladi, kichik ta bo'lsa erlik bo'ladi. Deydi, ism ikki turlik bo'ladi. Birisi muzakkar, ya'ni erlik, yana birisi muannas, ya'ni ayollik. Muzakkar degan erlik degan gap, muannas degan ayollik degan gap. Rajulun desak, bu degan jonliq, shundaymi? Er kishi. Buni biz jins qarab ayiramiz. Jonliqninki er ayollikning jins qarab ayiramiz. Narskira bo'lib qolsa, kitobun deganga o'xshagan shaylarda ush ta harfi bo'lib qolsa, ayollik bo'ladi, ta harfi bo'lsa erlik bo'ladi. Kitobun erlikmikan, ayollikmikan? Erlikkan. Nima uchun? Oxirida kichik ta yo'q. Fatima ayollik, chunki bu ayol kishi. Saatun ayollik, nima uchun? Oxirida kichik ta bor. Ayollikning ta'si bor. Mushu kichik saatunning oxirida kichik ta bo'lgan ismlar arab tilida ayollikning ismlari bo'ldi. Demak, narskiralarni mana mushu bo'yicha ayiramiz. Mana bu bizningki 6 darsninki asosli grammatikalik mazmunlari. Yana bir gap, eskarib qo'ygan gap 6 darsda odam badanidagi jub a'zolarga ayollik bo'yicha muomala qilamiz. Masalan, aynun, uzunun, rijlun, yadun deganga o'xshagan. Shunga yadunni ko'rsatmoqchi bo'lsak, hada ko'rsatmaymiz. Hadi deb ayollik bo'yicha ko'rsatamiz. Nima uchun? Qoida shuki, odam badanidagi jub a'zolarga ayollik bo'yicha muomala qilamiz. Endi 7-dars. 7-dars. Bu darsda asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, 7-darsda biz ismi sharatlarningki yaqin erlik birlikni unib bo'ldik. Hada deb. Yiroq erlik birlikni unib bo'ldik. Zalika deb. Yaqin ayollik birlikni unib bo'ldik. Hadihi deb. Endi bizning bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz tilka, ya'ni yiroq ayollik birlik. Yiroqdagi ayol birlik narsalarni ko'rsatish uchun ishlatilgan ko'rsatish olmishi. Shuni bilib olsanglar bo'ladi. Bu darsda boshqa alohida mazmun yo'q. Mana hozir jadvalda ko'rsatib qo'ygandek. Endi 8-dars. 8-darsda asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, badal, mubaddal. Bu bak muhim. Diqqat. Badal degan nima deganda, buni uyg'ur tilida izohlovchi deb tushensanglar bo'ladi. Izohlovchi. Demak, bir izohlashga tegishli bo'lgan so'zning keyinda kelib, shu so'zni qanday qiladi? Izohlaydi. Grammatikalik jihatdagi xususiyati nima deganda, shu izohlagan so'zga bu egishidi. Ya'ni bu izohlagan so'zi peshlik o'rinda bo'lsa, peshlik bo'ladi, zvar bo'lsa, zvar bo'ladi, zir bo'lsa, zir bo'ladi. Alif lam bilan kelsa, iniq kelgan bo'lsa, alif lamliq keladi, iniqsiz kelgan bo'lsa, iniqsiz keladi. Demak, bu egishidi. Qancha xil jihatda egishidi? Biz buni to'g'ri so'zlaymiz. Badal degan ilgirisidagi so'zni izohlab uningga egishadigan egashkuch ism dedik. Egishadigan ishimizning sababi 4 xil jihatda bu ilgirisidagi ismga egishidi. Grammatikalik jihatda. Masalan, qanday izohlaydi bu ilgirisidagi so'zni desak, hadar rajulu tajirun. Bu adam savdogar dedim. Bu adam nima? Savdogar. Endi bu jumlada rajulni el o'tib qarab baqali, hada tajirun. Bu savdogar desam, nima savdogar? Kishi bo'limi, cho'ng odammi? Bu degan gapni izohlashga tegishlikmi emasmi? Tegishlik. Men bu yerda buni taxmin izohlab ar-rajulu, hadar rajulu deb qanday qildim? Hazani izohladim. Demak, bu yerdagi rajulu hadani qanday qildi? Izohladi. Demak, rajulu bu yerda badal bo'ldi. Hadachu mubaddal, ya'ni izohlangan so'z bo'ldi. Mana bu rajul degan izohlovchi so'z izohlanguvchi hazaga egishidi. Qancha xil jihatda egishidi? 4 xil jihatda egishidi. Masalan, hadar rajulu tajirun desak, ar-rajulu hazaga qanday qildi? Egishidi. Qaysi jihatda egishidi? Birinchidan sonda egishidi. Ya'ni izohlanguvchi birlik bo'lsa, birlik holati keladi. Ikkinchidan jinsda egishidi. Izohlanguvchi ayollik bo'lsa, ayollik, erlik bo'lsa, erlik keladi. Uchinchidan harakatda egishidi. Izohlanguvchi pesh bo'lsa, pesh, zir bo'lsa, zir, zir bo'lsa, zir, zir bo'lsa, zir, zir bo'lsa, zir keladi. To'rtinchidan iniqsizlik tegishidi. Alif lamliq bo'lsa, alif lam bilan, alif lamsiz bo'lsa, alif lamsiz holatda tegishidi. Endi bu yerda bunda bir savol chiqdi. Biz bu badalni, ya'ni izohlovchini izohlanguvchiga egishidi dedik. Alif lamliq bo'lsa, alif lamliq keladi dedik. Bu haza degan alif lamsizg'o, ar-rajul alif lamliq keldi desa, bu yerdagi maqsad nima? Iniqsizlik.
Hada degan iniqmi, iniqsizmi? Iniq. Gerçi izohlashga tegishli bo'lsa, lekin nima? Iniq. Shuning uchun bu yerda rajul bilan keldi, elif lam bilan keldi deymiz. Ammo iniq ism. Endi bu 5dagi pashosi pash, zvarosi zvarul degan. Bu hada, bu yerga zal zvar qilibdi. Rajulu pash qilibdi desa, bu haza arab tilidagi bir bo'lak ketib ketgan ismlar va o'zgarmas ismlar. Shuningga tava biz bunga tava ismlarni pashlik o'rinda bo'lsa o'zgarmadi deb o'ltamay, u pashlik o'rinda deb farz qilib shu bo'yicha muomala qilamiz. Shuning uchun rajulni biz pasha qilamiz. Shunga uning o'rniga biz farz qilib turib pasha qilamiz. Shunga bu o'rin jihatda agashdi deb qaraymiz. 9-darsda asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun qaysi deganda sifat mavsuf. Sifat mavsuf. Ya'ni sifat degan nima deganda bir narsa sifatlab keladigan so'z. Masalan, hada kitabun jadidun. Bu yangi kitob desam, bu yerdagi hada jumla egisi bo'ldi. Kitabun xabar bo'ldi. Jadiduncho kitobning nimasi bo'ldi? Sifat bo'ldi. Demak, bu yangi deb kitobni qanday qilib keldi? Sifatlab keldi. Sifatlangan so'z qaysi? Kitob. Buni biz arab tilida deb ataymiz, man'ud deb ataymiz. Sifatlancho na'ti deb ataymiz. Bu sifatlangichiga 4 xil jihatda agishadi. Birisi harakat, ya'ni zvar harakatda agishadi. İkincisi ayollikda agishadi. Uchinchisi sonda agishadi. To'rtinchisi iniqsizlik jihaticha agishadi deymiz. Mana bu 9-darsdagi birinchi grammatikalik mazmun. An ikkinchi grammatikalik mazmun qaysi deganda, ikkinchi grammatikalik mazmun biz ayollarning ismlarini qo'shib qilmaydi, zirakat qilib qilmaydi degan shunday-ku. Mushu qoidaga tushadigan yana bir tur bor. U qaysi deganda sifatul mushabbiha da bir gap bor. Sifatul mushabbiha hadim risala qaptim yada. Mushabbiha. Bu sifatul mushabbiha degan nima desa, bu bir sifat. Ya'ni odamda mushu ism fa'il deymiz. Mushu ism fa'ilga o'xshaydigan bir sifat. Buni sizlar keyin tushuntirib qo'yay. Demak, sizlar hozir tushunib olganinglar, shu fa'lanu o'lchimida kelgan sifatlar deb tushunib turinglar. Masalan, fa'lanu bu bir qilib. Mush qilibga qatshanu, kaslanu, shab'anu, jaw'anu. Demak, mush xil shaklda kelgan sifatlarni qo'shib qilmaydi, shundaqla zir harakat qabul qilmaydi. 9-darsdagi 3-grammatikalik mazmun allazi. Bu ism mavsul deymiz arabcha. Bu nisbiy almash, ya'ni g'anqan, gankan degan ma'nosi va bu o'zining silisi deymiz, bu ulanmasi bilan qo'shilib bir to'liq ma'no ifodalaydi. Bu mu erlikka xos, ayollikka xos deb ayriladi. Masalan, allazi bu erlik birlik uchun ishlatamiz. Masalan, at-talibu allazi kharaja min al-fasl min Turkiya desak, sinfdan chiqqan o'quvchi dedik. Bu yerda at-talib erlik bo'lg'achqa allazini ishlatdik. Agar bu yerda at-taliba deb ayollik olib qolsa, allazincho ishlatmaymiz. Demak, bu erlik birlik shakldagi ism mavsul. Ma'nosi g'anqan, gankan, diki degan ma'nosi bor. Endi 10-dars. 10-darsda asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan grammatikalik mazmun qaysi deganda 10-darsda asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan grammatikalik mazmun indi bilan lini so'zladik. Indi bilan li. Biz dedik, li odamda bir o'lguchi turadigan, mangu turadigan narsalarga ishlatildi. Masalan, mening qarindishim bor, mening akam bor, mening ukam bor deganga o'xshagan. Indicho narsa kerak yoki jonli qo'simi odam bilan mangu turmaydigan. Masalan, menda bir it bor, menda bir mushuk bor yoki menda bir ot bor demoqchi bo'lsak, indin ishlatamiz. Licho bu lini igidorchilik, bu mangulikni ifodalaydigan. Masalan, mening bir akam bor, mening inim bor, mening singlim bor deganga o'xshagan. 10-darsdagi asosli grammatikalik mazmun shu. Undan boshqa biz masalan minal hindi va Hindistondan, min Amerika va Amerikadan degan bu tavalli qo'shimchalarni so'zlab o'tdik. 10-darsda yana bir mazmun. 10-darsda yana bir mazmun. Mushu biz kishilik almashlarningki
İgilik ili şeklini çoğu öğrendik. Mesela beytun öy. Beyti olsa mening uyum. Yani ya ananın igilik ili şekli. Mening ana degen men degen gibi başka işte. Şunun igilik ili şekli öyüm. Kapço ke olsa entaninki. Beytuke sizden erkişi. Beytuhu u erinin uyi. Beytuha u ayalının uyi. Biz bu şu mezmunlarını öğrendik. Endi 11. ders bu tavşırıq ders. Bunu sizler özünüz hemen tercüme kıldınlar. Bunun da asas eskertip koygan mezmunumuz şu fihi, lehu, indehu, şu fi, lam, indige kişilik almaş koşup kelse bar degen tercümesi koşup kılımız da bunu çöndüdük. Mesela hâzihi gurfeti. Bu menin yatqim fiha nafidatun kebira. Onun da çoğun derizi bar. Şu bar degen gep çoğu çıkıdı. Lehu uhtun olsa onun kız kardeşi bar. Indehu seyyara. Onun maşinesi bar. Şu boyunca. 11. dersten bunun başka alayda mezmunu yok. 12. ders. 12. derste neme sözlüdük degende biz fiilinin ötken zaman 3. şahıs erlik birlik ve ayallık birlik şeklini sözlüdük. Mesela fiilinin ölçümü qaranglar. Fa'ala. Bu bir qilip. Fa'ala degenimiz 3. şahıs erlik birlikning qilipi. Fa'alat. Ahırda sukun qılğan bir tavki birlik else fa'alat. Bu 3. şahıs ayallık birlikninki ölçüm oldu. Mesela zahaba. Qaysı ölçemde? Fa'ala ölçemde. 3. şahıs erlik birlik. Zahabat. Qaysı ölçemde? Fa'alat ölçemde. 3. şahıs ayallık birlik. Xuddi celasat talibu. O oğul oğucu oltadı. Celasati talibatu. Kız oğucu oltadı. Demek kız oğucuğa celasat ekeldik. Oğul oğucuğa celasan ekeldik. Fa'ala ölçümede. Endi yeni bir dep koyduğun gap celasat ahırsı nemu sukun. Ama bir yerde biz celasatid dep nemu okuduğuk zır kıldık. Nemi üçün? Bu celasat bu sukun. Ama bir eliflamlık bir isim kep kalsa keyinde. Eliflam degen qo'shab o'qishni talab qiladi. Qanda qo'shab o'qiymiz desa, bunga zir harakat berib qo'shab qo'yamiz. Nima bo'ladi? Jalasatid talibat bo'lib zir harakat berib o'qiymiz. Ikkinchi grammatikalik mazmun 12. darsdagi. Biz allazini ismi mavsul, nisbi almash. Shundaqla buning erlik birligi allazi, at-talibullazi, at-talib erlik bo'g'achqa, birlik bo'g'achqa allazini ishlatamiz degan. Endi biz hozir buning ayolligini o'rganamiz. Ayollik birlik shakli. O qaysi allati. Masalan, manil fatati kharajat min baytika al-an. Hozir uyingizdan chiqqan qiz kim? Demak, belki fatat yoki taliba ayollik bo'lsa allatini kelamiz. Demak, allati mu'g'anqan genkan diki degan ma'noda bu amma ayollik birlikka xos. Mana bu 12. darsdagi asosli grammatikalik mazmun. Endi 13. darsda qaysi mazmunni o'qidik deganda 13. darsda asosli fe'llar bilan tafsiliy tunishib chiqdik. Endi fe'l madi o'tgan zaman, fe'l mudari hozirgi yoki kelgusi zaman, fe'l amr buyruq fe'li deb 3 turga bo'linadi. Arab tilida bizning hozir o'rganganimiz o'tgan zaman fe'li. O'tgan zaman. Ya'ni qildi, atdi, ultadi deganga o'xshagan. Bunun 14 xil türlü şekli var. 14 xil türlü şekli var. Fa'ala, 3. şəxs erlik birlik. Fa'ala, 3. şəxs ayalıq ikilik, erlik ikilik. Fa'alu, erlik köplük. Fa'alat, ayalıq birlik. Fa'alat da ayalıq ikilik. Fa'alna, ayalıq köplük. Mana bu 3. şəxs. 3. şəxsli bir fiilni yasamoqchi olsak bu şekilde yasaymiz. Mesela, celasa birlik, 3. şəxs. Celasa ikilik. Celasu köplük. Celasat ayallık birlik. Celasata ikilik. Celasna ayallık köpük. Bu şu boyunca yazıldı. Sizler bu qilibni pişik yadlaysizlar, başka fiillarni bu şuna qo'shib solasizlar. İkinci şəxs fa'alta, jalasta, zahabta, kharajta. Yani qilding sen, jalasta o'tuding sen, zahabta bading sen. Fa'altuma ikilik, fa'altum köplük. Zahabtum badingizlar, jalastum o'tudingizlar. Fa'alti ayollik birlik 2. şəxs. Celasti o'tudingiz siz, zahabti badingiz siz, kharajti chiqdingiz siz, fa'altuma ikilik, fa'altunna köplük. Zahabtunna badingizlar ayollar. 1. şəxs fa'altu. Bu birlik ayolga o'rtaq, fa'alna köplük ayolga o'rtaq. Zahabna baduq
ayollar bardır. Zahabna erlar bardır. O'xshash ishlatiladi. Bu 13-darsdagi birinchi grammatikalik mazmun. Ikkinchi grammatikalik mazmun ism ishoratlarni umumiy shaklda o'rgandik. Ya'ni ism ishoratlar cho'ng jihatdan ikki turga bo'linadi: erlik va ayollik deb. Erlikmi ikki turga bo'linadi: yaqinni ko'rsatadigan, yiroqni ko'rsatadigan deb. Yaqinni ko'rsatadiganning birligi hada, ko'pligi haulai. Yiroqni ko'rsatadiganning birligi zalika, ko'pligi ulaika. Endi ayollikmi ikki turga bo'linadi: yaqin, yiroq deb. Yaqinning birligi hadihi, ko'pligi haulai, o'xshash ayollikka. Yiroqning birligi tilka, ko'pligi ulaika, o'xshash. Mana shu bo'yicha buni yodlab olsanglar bo'ladi. Mana bu bizningki 13-darsdagi grammatikalik mazmun. Unda bo'lsa vaqtdoshlar bizning 13-darsga qadar bo'lgan takrorimiz mushag'ichi bo'lsin. Biz kelarki takror darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.